Assalomu alaykum. Allo, Madina opa. Tashladim. Uzr, men yana bo'ldi, tashladingizmi o'zi? Bo'ldi, rahmat. Hozir topdim, bildim topolmagan. Da, spammi bizda bilmadim. Hozir boramiz. Xo'p, rahmat. Rahmat, xo'p. Qizlar, hammaga xayrli kech. Ramazon oyi hammangizga muborak bo'lsin. Biza ko'p bloger va mashhurlarni xursand qilish, kayfiyatini ko'tarish maqsadida Ramazon etib kelishga qaror qildik. Bu prank. Hech kim bilmaydi kelayotganimizni, hammani aldab-suldab adresini olamiz. Bilganlarimizga bostirib boramiz. Xullas, hozir biz Madina Ismoilovanikiga keldik. Qani Madina Ismoilovaning uyidan nima chiqargan bizaga? Shedremmi, yo'qmi? Hozir ko'rib olamiz. Qani ketdik. Qo'shnilar haydab olmasin. Yo'q, o'g'ay bitta unamiz. Hamma joyda chiqing. Ketdi 1, 2, 3. Boshqa polis bo'lmasin lekin. Assalomu alaykum. Bizlar nima qilding hozir masalan? Ramazon yo'lini izlab keldik. O'choqda kul, kamonda pul. Chiqara qoling, isim pul. Otgacha hayvonlar! Bog'ida anor bor, anorini ichida shaqir-shuqur pullar bor. Bosding, ochding, tovoniga sochding. Nima kosmetologga borgan kunim keladi. Madina opa shokolad berdilar. Pulingiz ham bor. Ozgina bo'lsa ham xursand bo'ldingiz. Kayfiyatingiz ko'tarildi. Effekt yaxshidi. Bo'ldimi, yo'qmi? Bo'ldi. Sezmadingizmi shu? Kim gaplashdi mana shu siz bilan telefonda? Kimni bo'ylaysiz? Buni Reels'da ko'rib olasiz. Reels'da ko'rib olasiz. Aytmanglar. Qani endi keyingi safar nima qilamiz endi? Keyingi safar qayerga borishimizni endi mana Sizlar aytasizlar. Yoqqan bo'lsa iltimos bitta like, tanishlarga maksimal repost qilib yuborsanglar. Oson bo'lmadi lekin. Oson emas, oson bo'lmadi. Tak что ketdik. Go.